Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intoyin xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz oila haqida bo'ladi. Qiyna amsa, qo'lingizga qalam elib tanlash savollariga marhamat. Sevimli qarindoshlar, hammamiz qondoshlik munosabati orqali oilamizga bog'lanib turamiz. Oila bizning tunji maktabimiz. Biz nurg'un narsalarni oiladan qabul qilamiz. Oiladagi ahvolimiz bizning kelgusida qanday odam bo'ladiganligimizni belgilaydi. Shunga oila intayin muhim va muqaddasdir. Birinchi savol: uyda ish taqsimoti ilib boramsizlar? A. Shundoq. Uyimizda hammamizning ishi aniq ayrilgan. Dasturxon silish, uy yig'ishtirish degandek. B. Ish taqsimoti yo'q, ammo menga ayrilgan ish bo'lsa qilaman. C. Uy ishi qilishni yoqtirmayman. Hamma ishni opam qiladi. İkinci savol. Tomoqni yolg'iz yemsiz yoki uydagilar bilan birga o'tiribmi? A. Uydagilar bilan birga o'tirib yeymiz. B. Ba'zida birga, ba'zida yolg'iz. C. Qo'rsoq ochganda yeyaveramiz, bir-birimizni saqlamaymiz. Uchinchi savol. Uydagilaringiz deganingizni qilib bermasa qanday qilasiz? A. Ularning gapini anglayman, ularni tanglikda qo'ymayman. B. Demim ichimga tushib ketadi, ularga qiydayman. C. Deganimni qilib bermagicha ularni toza xafa qilaman. To'rtinchi savol. Uydagilardan birining ko'ngli yerim bo'lib qolganda qanday qilasiz? A. Ko'nglini elishga tirishaman. B. Qo'limdan hech ish kelmaydi. C. Hech ish qilmayman. O'zining ishini o'zi hal qiladi. Beshinchi savol. Uydagilaringiz bilan orangizda tushunishmaslik paydo bo'lganda qanday qilasiz? A. Chiroyliqcha tushuntirishga va masalani hal qilishga tirishaman. B. Mening deganim hisob deb yig'lab turib olaman. C. Qiydayman, bir qancha kun paranglashmayman. Oltinchi savol. Uyingizga mehmon kelganda qanday qilasiz? A. Ularni chiroyliqcha kutib olaman, paranglashaman, uydagilarga yordamlashaman. B. Men tonimaydigan kishilar kelsa ko'rishmayman. C. Mehmonlar bilan xo'shim yo'q. Mehmon kelganda yotoq uyimga kirib o'z ishimni qilaman. Yettinchi savol. Cho'ng opangiz, cho'ng dadingiz va boshqa tuqqanlaringiz bilan munosabatingiz qanday? A. Ularning hammasini yaxshi ko'raman, ularni hurmatlayman. B. Uzunda bir ko'rishganligimiz uchun baki qilishib ketolmayman, tortinaman. C. Ularni tonib ketmayman. Odatda hech oyamlarda ko'rishimiz. Sakkizinchi savol. Maktabda bir ish qiluvchi kelsangiz, uyingizdagilarga aytamsiz? A. Uydagilarga aytaman, ulardan maslahat so'rayman. B. Saboqdoshlarimga aytaman, uydagilarga deyishdan xijil bo'laman. C. Uydagilarga aytishning hojati yo'q, o'z ishimni o'zim qilaman. To'qqizinchi savol. Uydagilar bilan o'pchi faoliyat qilishni yoqtiramsiz? A. Men uydagilar bilan vaqt o'tkazishga beqamroq, ular bilan har xil faoliyat qilamiz. B. O'z oldimizga o'pchi bir ish qilolmaymiz. Odatda boshqalar bilan birga qilamiz. C. Hammamiz o'zimizning ishini o'zimiz qilamiz, o'pchi ish qilmaymiz. O'ninchi savol. Oila a'zolari bir-biringlarni yaxshi ko'radiganliklarini aytib turamsizlar? A. Aytib turamiz, sevgimizni ifodalaymiz. B. Aytay deyman, ammo tortinaman. C. Aytishning hojati yo'q, bir-birimizni suyimiz.
Oila haqidagi savollar shuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqayli. Agar o javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, bergan javobingizga qaraganda siz oilaning ulug' va muqaddasligini biladi ekansiz. Uyingizdagilarni intayin hurmatlaydi ekansiz. Biror ishga duch kelganda ularga aytib maslahat oladi ekansiz. Oila ittifoqlik va hurmat orqali kuch va baxtga to'ladi. Bundan keyinmi uydagilaringiz bilan yaxshi o'tishingizga tilakdoshmiz. Agar bu javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, bergan javoblaringizga qaraganda siz uydagilaringizni yaxshi ko'radi ekansiz. Ammo ularga bo'lgan sevgingizni ifodalashda qiynaladi ekansiz. Ularni yaxshi ko'radiganligingizni aytib turing. Ular bilan ko'p paranglashib bering. Biror ishga yo'liqsangiz, tortinmasdan ularga ayting. Shuni unutmang, dunyoda sizni eng yaxshi ko'radiganlar ota-ona va qarindoshlaringizdir. Agar siz javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, bergan javoblaringizga qaraganda siz uydagilaringizni intayin yaxshi ko'radi ekansiz. Ammo ular bilan ko'p paranglashmaydi ekansiz. Bu dunyodagi birdan-bir qo'llovchingiz ota-ona va qarindoshlaringizdir. Beshingizga kun tushganda panohlanib boradigan oxirgi joy yana oilangizdir. Shunga ular bilan bir dasturxonda o'tiring, paranglashing, ularga yordamlashing. Sizning kichikkin ishlaringizdan ular olamcha xush bo'ladi. Siz ikkilanmay va tortinmay ular tarafga tunji qadamni eling. Ular sizga har vaqt quchoq ochadi. Programmamizdan bu qitimqi soni mushu yerda oyoqlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.